Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi zidna ilmen nafi'an ve rizqan tayyiban ve amelen mutakabbalen. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hurmatli jamoat, bugun sizlar bilan Qur'onni tajvid bilan va to'g'ri o'qishlik haqida qisqa suhbat qilamiz. Alloh taolo Qur'onda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. Alloh taolo Qur'onda va Qur'onni tartil bilan tilovat qil degan. Qur'onni tartil bilan o'qish deb uni dona qilib, har bir harfini o'z o'rnidan chiqarib, oyatlarni alohida qilib tajvid qoidalari asosida o'qishga aytiladi. Payg'ambar alayhissalomga Jabroil alayhissalom Qur'onni tartil bilan o'qib berganlar. O'z navbatida Payg'ambar alayhissalom ham ummatlariga tartil bilan o'qib berganlar. Musulmon ummati esa avloddan avlodga o'z payg'ambaridan qanday qilib kelgan bo'lsa, xuddi shundoq bizga ham inshaalloh qiyomatgacha ana shundoq saqlanib keladi. Ya'ni tajvid bilan o'qish deganda, tajvid arab tilida yaxshilash, chiroyli qilish degan ma'noni beradi. Islomiy istilohda esa Qur'onning oyatlarini Payg'ambar alayhissalomdan kelgan qiroat qoidalariga amal qilgan holda har bir harfini haqqi bilan o'z maxrajlaridan chiqish nuqtasidan va sifati bilan o'qish demakdir. Nima uchun bizga tajvid kerak? Qur'onni noto'g'ri o'qish gunohga olib boradi. Hatto ma'nolarni o'zgartirib yuboradi. Shuning uchun bizga tajvid qoidalari kerak. Payg'ambar alayhissalom tajvid bilan o'qidilar va Payg'ambar alayhissalomga ham Jabroil alayhissalom Qur'onni ana shundoq to'g'ri o'rgatganlar. Biz ham Qur'onni tajvid bilan to'g'ri o'rganishga harakat qilishimiz kerak. Endi biz bu Qur'onni to'g'ri o'rganishligimiz uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi bo'lib ustozni tanlashimiz kerak. Ya'ni Qur'ondan xabari bor, Qur'onni to'g'ri o'qiydigan, madrasa ko'rgan ustozlardan ilm olishimiz kerak ekan. Qur'onni tajvid bilan o'qishlik, Qur'on o'qigan vaqtingizda insonning qalblarini teshib boradi. Qaraygan qalblarni ana shu siz o'qigan to'g'ri Qur'oningiz nurlantiradi. Va ana shu siz o'qigan Qur'oningiz, ya'ni tajvid bilan o'qigan Qur'oningizni cho'zadigan joyida cho'zib, cho'zmaydigan joyini cho'zmasdan, harflarni o'z maxrajini chiqaradigan bo'lsangiz, g'aflatda yurgan insonlarning qalbiga yetib borsa siz o'qigan Qur'oningiz, ertaga u inson nima qilishi mumkin? Hidoyatga kelishi mumkin. Va bizdan oldingi ulamolarimizni, sahobiylar, avliyo insonlarni davriga qaraydigan bo'lsangiz, ko'pchiligini Qur'on bilan mashg'ul bo'lib va Qur'on bilan ko'p insonlarni hidoyatga kelishiga sababchi bo'lgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: Alloh chiroyli ovozli nabiyning ovozi chiqib Qur'onni ohangli qilib o'qiganga quloq solganchalik hech bir narsaga quloq solmagan dedilar. Ya'ni bu Qur'onni Karimni qoidasi bilan chiroyli qilib qiroat qilish juda ham marg'ub amal ekanligiga dalildir. Ulamolar ushbu hadis sharifdan Qur'oni Karim qiroatiga ko'p savob berilishini ham aytib o'tganlar. Abu Davud va Buxoriyning rivoyatida Qur'onni ovozlaringiz ila ziynatlanglar. Kim Qur'onni ohang bilan o'qimasa bizdan emas degan ekanlar. Ovozni chiroyli qilib qiroat qilish Qur'onni ovoz ila ziynatlashga bo'lar ekan. Mo'min musulmon odam Qur'oni Karimni qoidaga muvofiq qilib ohang bilan o'qimog'i darkor. Kim tajvid qoidalariga
va ohang bilan qiroat qilishga amal qilmasa, makruh ishni qilgan bo'ladi. Ba'zi ulamolar bu ishni harom degan. O'shani qilgan odam gunohkor deyilgan. Qur'oni Karimni qoidaga rioya qilmay o'qiyotganlarni ko'rgan kishilar ularga bu ish noto'g'ri ekanligini yaxshilab tushuntirmog'i lozim ekan. Jundub ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Qur'onni unga qalblaringiz ulfat bo'lib turgan vaqtda qiroat qilinglar degan ekanlar. Shuning uchun biz ham Qur'onni to'g'ri tajvid bilan o'qish uchun harakat qilishimiz kerak ekan. Alloh taolo hammamizni inshaalloh Qur'onga degan muhabbatimizni orttirib, Qur'onni to'g'ri o'qiydigan bandalardan qilsin. Va sallallohu alayhi nabiyina Muhammadin va alihi va ashabi ajmain.